Hozir videoni Arafa kuni o'yimiz. Bu videoyimizda hayit yoki 3-kuni yoki o'sha 4-kuni qo'yiladi. Yangi tovarlarimiz kelgan bu yerda. 1.15 sm uzunligi, 32 ta garobka. 32 ta garobka. Hayronmisan? 32 ta garobka. Sizlar hayron qolishyapti menimcha. Buni tez-tez Uzunligi 85 sm da, cho'nchaklariga koja detallar ishlatilgan eksklyuziv variantimiz. Bular Turkiyaning. Davolari koja ekan. Juda ajoyib. Bunaqasini hali kelmagan edi. To'rasiliklarni olib ketishyapti. Yengilliklardan hali klientlaridan xabarisi yo'q. Hammasi yangi kelgan narsa. Bu nima ekan? Yosh qizlarga mana shunaqa zolotisi do'xbortni qo'yilgan. Taxminan 1.20 sm da uzunligi. Kashmirlariga alohida ahamiyat berasizlar. Boshqa rasletka esa nisbatan qalinroq palto ekan. Juda qalin. Qishga desa ham bo'ladi. Zimniy paltolar. Razmerlaridan bor. Razmerlar bor. Xuddi shu materialda. Bunaqa materialda oldin olmaganmiz. Fasoni yodda tursin, bunaqa materialda hali kelmagan. Qalinroq palto. Ko'pchilik qishda so'rashdi. Paltoylar yupqa ekan, sal qalinroq material olib keltiringlar deb so'rashdi. O'shanga pastda ham tovarlarimiz bor. Pastdagi tovarlarni hosilini ko'rsatamiz. Qo'limizga ham tushib oling. Bu yerda bo'lgan o'sha yil qo'yishdan anchasini, bu yerda ham tovarlarimiz bor. O'sha tez-tez ochib tashlaylar mashinani. Bu paltoyimizning ko'rinishi bagati bo'lgani bilan narxi unaqa qimmat chiqadigan palto emas. Sostavida kashmir bir 10% atrofida, qolgan protsentda sherstinoy sostav. Materiali Turkiyaniki. Siz ham ko'rsang bitta. Uzunligi 1.20 sm da ishga o'qishga mana shunaqa qora paltamizdan ko'rsanglar bo'ladi. Do'xbortning taqilishlari, yoqalari angliskiy variantda bo'ladi. Yelkalariga e'tibor berasizlar. Klassik fasonda. Sezoni o'sha yaqin qoldi. 3 oy vaqtingiz qoldi. 3 oydan keyin o'sha kuz keladi. Zo'r paltolardan olib keltirib qo'yganmiz sizlarga. Hammasi xuddi shu materialda, turkiy materialda, orasida italyanskiy materialda ham bor edi, adashmasam, tepada bor edi. Rangini o'zi alohida tema deydi-yu, mashinaga yetiladi, qo'llariga e'tibor berasizlar, manjetlar ishlatilgan. Uzunligi 1.15 sm da. 15 dan ham kalta. Fransuskiy dilinadan sal kaltaroq bo'lsin deyshadi, tizza atrofida. O'sha uzunlikda katta. Ko'pchilik so'rashgan edi. Bu yerda korичневый rangidan ham bor. Korичневый. Hali dazmol bo'lmagan, dazmoldan keyingi holatlarini ham ko'rsatamiz. O'tkazib yubormaslik uchun profilimizga podpiskani bosib qo'yinglar. Xo'p, bu yerda qora paltoyimiz. Qora paltolarning sifatini aniqlash uchun sizlarga yana bitta zo'r layfhack ko'rsatib qo'yaman. Olgan paltoylarni quyoshda bitta ko'rib oqinglar. Quyoshga olib chiqib, bitta tomosha qilsanglar, agar har qayerda kraskalari zo'r bo'ladigan bo'lsa, rangini umuman o'zgartirmaydi. Qora-qoraligicha qoladi. Agar sifati unaqa siz xohlagandagi bo'lmasa, qizg'ish rangga kirib qoladi quyoshda. Bitta olib chiqib sanab ko'ring. Olgan paltoyingiz qanaqa tusga kirib qolyapti palto. Agar rangini o'zgartirsa quyoshda qora paltolar sifatsiz hisoblanadi. Pritalenniy, yelkasida shuni. Tugmalari yosh qizlarimizga o'qishga kiyishga juda ham zo'r variantimiz. Farqdan ham hozir ko'pchilik so'rashyapti. Bu yo'g'iga to'y sezon. Och ranglaridan ham bor. Qiziq maktabda bitirib bo'ldilar. Uzun maktab bitirishdi hali. Bu yo'g'iga endi to'y harakatida, opa. To'y harakati bemalol mana shunaqa qora rangidan ham bor ekan. Uzunligi 1.20 sm da. Materiallari turkiy kashmir. Eng qiziq joyi, narxlarini bilish uchun kommentariyada hozir funksiya chiqqan. Rasm tashlasa bo'ladi. O'zingizga yoqqan fasonni bitta skrinshot qilasiz. Kommentariyaga rasmini tashlab yuborsangiz, biz sizga narxlarni aytib o'tamiz. Puli sovumasdan, kuz kelishidan oldin olsanglar, xudo xolasa, rahmat deysizlar. Narxlari ancha arzon bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, podpiska tashlash ham esingizdan chiqmasin.